tovuq, baliq, yogurt, pishloq, tuxum, kofe, mevalar, uglevodlar, guruch, non, kartoshka, makaron, mevalar, sut, gazirovka, pishloq. Nonushta: tuxum, meva, kofe, ovsyanka. Tushlik: tovuq, kartoshka, salat va ozgina shirinlik. Perikus: yogurt va mevalar. Kechki ovqat: indeyka, sabzavotlar va salgina o'tib tvorog. Siz hozirgacha ozish uchun faqat grechka yeysiz, lekin bundan 4 barobar kam kaloriyali bu super mahsulot haqida bilmaysiz. Bundan tashqari to'qlik hissini grechkadan ko'proq beradi. Ha, unda kraxmal bor, lekin grechkada ham bor. Bu hech qanaqasiga ozishga xalaqit bermaydi. Shuning uchun agar maqsadingiz ozish bo'lsa, ko'proq kartoshka yeng, faqat qovurib yemang. Menga obuna bo'lishni ham unutmang. Nonushta: tuxum, meva, kofe, ovsyanka. Tushlik: tovuq, kartoshka, salat va ozgina shirinlik. Perikus: yogurt va mevalar. Kechki ovqat: mol go'shti, sabzavotlar va tvorog. Tuxum, mevalar, tovuq. Quruq mevalar, ichimlik, kasha. Garnir: non, salat. Baliq, sabzavotlar va menga obuna.